telefonga ulagan payti mana zaryad olib ketaveradi xolos. Xo'sh, bu yoqqa ulandi. Bluetooth ulandi, xo'sh, CarPlay. Men do'stib bermagandim bunga, shuning uchun hozircha CarPlay ulangani yo'q. Telefondan birinchi kirishim kerak. General degan joyda chiqadi. CarPlay. CarPlay ulandi. Hurmatli do'stlar, mana katta ekranda Apple CarPlay avtomobilga ulandi. Bemalol Telegram, WhatsApp, Yandex muzikalaringizga chiqadi. Apple CarPlay ulagan payt bemalol muzikalaringizni ham eshitib ketsangiz bo'ladi. O'ziz xohlagan muzikalaringizni bemalol eshitib, videolaringizni ko'rib ketsangiz bo'ladi bemalol. Xohlasangiz голосовое управление bilan Siri orqali ham bemalol telefoningizdan ham boshqarib ketsangiz bo'ladi. Xuddi shunday. Bemalol muzikalarni qo'yasiz bu yoqda. Agar siz CarPlaydan chiqib Cherry'ni o'zida bir ishlarimni qilaman desangiz, Cherry'ni o'zini bosasiz, bu yoqqa уже o'tadi. Qaytib yana CarPlayga kiraman desangiz, bitta bossangiz, qaytib joyiga kiradi o'zida. Xuddi shunday. Xo'sh, biz davom etamiz. Настройка, подключение. Bluetooth bilan ulanganini ko'rsatdik. Давайте bitta звуковой управлениеlarni, ovozlarni bitta ko'raylik. Xo'sh, nima deymiz? Misol uchun, yukka och deymizmi? Yo'q, o'zi голосовой управление emas, звук equalizerlarni. Chunki avtomobilning o'zida oldi, orqasida двухкомпонентный akustika o'rnatilgan. Koaksialniy akustika bu yoqda yo'q. Ya'ni высокочастотный twitterlar va mid-bass kolonkalar o'rnatilgan va subwooferimiz ham bor bagajligida. Aslida bizda brendlari Sonydan bo'ladi. Kolonkalarimiz brendi. Shu yoqda ketdik. Mayvonlar bilan ham ketaversin. Wi-Fi ulaymiz. Bas sezilyapti. Bas bor, yarim zvukda turibdi, yarim hamma emas. Bas berishlari ustoz bilinadi. Buni bemalol yana equalizer qilib, misol uchun equalizerga kirib, o'zingizlarga moslab olsanglar bo'ladi. O'shanga qadar ruchnoy, bemalol qanaqa muzika kerak sizlarga, bas kerakmi yoki cho'tkiroq ovoz chiqishini xohlaysizlarmi? Shu yerdan настройка qilsanglar bo'ladi. Plus ulashение звук bor. Bu o'sha sizni ovozingizni yana cho'tkiroq qilib, basini stabilni ushlab beradi sizlarga. Mana balans degan joyga qaraydigan bo'lsak, zvuk tarqalishini ham bu yerda настраивать qilishimiz mumkin. Xohlasak объемный zvuk qilishimiz mumkin. Xohlasak первый рядga, orqa rядga, faqat водительni o'ziga настраивать qilishimiz mumkin bemalol. Ana shunday. Biz balansiga qo'yamiz buni. Va bundan tashqari siz navigatsiya ovozini, multimediani ovozini balandroq qilishingiz mumkin va telefon zvukovoy помощник qaysi biri yoqsa, har bittasini alohida ovoziga boshqarishingiz mumkin. Xuddi shunday. Qani ham o'zim yozilibmiz. Ovoz boryapti, xavotir olmang. Siz ovozni hamma yoqtiradi. Xo'sh, bu yoqlar ham уже sizlarga endi bu yog'ini xudo xohlasa zeriktirib qo'ymaslik uchun keyin ko'rib olamiz. Iloj boricha tezroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Podsvetka haqida ko'raylik, podsvetkalarni bitta ko'ramiz. Xo'sh, podsvetkamiz bu yoqda edi. Shuni avtomobildan kirlardan adashmasam. Sistema, navigatsiya. Настройка автомобиля ne demek? Xo'sh, bizada podsvetkamiz qayerga ketdi? Mana bu yerga chiqib turardi avval. Настройка avtomobil.
жестами, управление жестами bor, настройка, расход топлива, versiya, pamyati 128 talik bo'ladi. Bilgan biladi buni. Balon izdamlariga ko'rsatadi. Xo'sh, biza pasvetkamiz. O'chirib yo'qshi hozircha topdim faqat. Tamam, programmasini topolmadim. Uzr, ming bor. Bizada asnoviy mana bu yerga chiqib turishi kerak. Bunda nimaga chiqmayapti, bunisini bilmadik. Uni ham topgan paytimiz keyingi obzorimizda albatta ko'rsatib o'tamiz. O'zini mashinamizni o'zini galereyasiga bor, bemalol o'zida fleshkangizga YouTubedan olib kliplarni yozib qo'ygan bo'lsangiz, shunaqa 13 dyumdagi ekranda katta qilib ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Va 360 kameramiz bizani. Avtomobilda ADAS sistemasi o'rnatilgan, ya'ni bu ADAS sistemasiga nima kiradi? Avtomobil 360 graduslik kamerasi, parktroniklari, oldi-orqa parktroniklari, slipoy zonalari ana bu adaptiv cruise control sistemalariga hammasi ADAS sistemasiga kiradi va hozir biz shuni ko'rsatib o'tamiz. Mana avtomobilni krugovoy kameralarini ko'rsatib o'tamiz. 360 kamerasi bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qotmasdan ishlaydi. Bemalol Xo'sh, oldi, orqa balonlarni ko'rishinglar. Mana qilib kapot oldi, orqa kapot. Misol uchun bagajnik taraf, orqaning o'zi. Xo'sh, va o'ng tarafiz. Mashinamizda 360 kamera bo'lgani uchun bemalol xohlagan joylarini ko'rish mumkin. Kachествоsi ham juda yaxshi. Shu yerdan turib Arizo 8 bilan Tigo 7 Pro Max'ni ko'rishingiz ham mumkin. Polni kachествоsi bo'ladi. Rul burgan tarafingizda ham oldi taraf ham rulni orqaga ya'ni burilishini ko'rsatadi, qanday o'tayotganingizni. Orqa tomoni ham Xuddi shunday. Orqa tomoni ham xuddi shunaqa. Avtomobil yetarlicha gabaritli, katta avtomobil. Bu avtomobil bilan parkovkalarda qiynalmasligingiz uchun mana shu ADAS sistemasi bor. Bu qaytgan paytingizda, orqaga olayotgan paytingizda o'zi avtomatik yonadi xolos. Va eng muhimi bizning klimat kontrolimiz. Oxirgi qismi klimat kontrol qoldi. Klimat kontrolni boshqarishni bitta ko'ramiz, xudo xolasa. 9 o'nlik klimat kontrol bo'ladi, ya'ni shofer o'ziga moslab olishi mumkin gradusini va yo'lovchi hozir eng pastiga qo'ydik. Va bu yerda klimat kontrolning ham rejimlari bor o'zini. Ya'ni bemalol max охлаждение qilsanglar bo'ladi. Mashina qizib ketgan payti ichi max qo'ysangiz сразу sovutib yoradi va issiq, ya'ni maksimalniy progrev bor, maksimalniy охлаждение bor va противание, nima deydi? Protrivание, shamollatish funksiyasi bor. Xuddi shunday. Va bemalol pastdan avtoga qo'yib konditsioner yoqib yoki havoni tozalamoqchi bo'lsanglar, Bu yoqda havo Для усиления эффекта очистки рекомендуется включить эту функцию. avtomobilda havo tozalash funksiyasi bor. Avtomobil filtrlari sizga tashqarida chang, to'zon bo'lib turgan payti ham toza havodan nafas olishga imkoniyat yaratib beradi, xudo xolasa. Shunday qilsak bo'ladi. Bu yoqdan oyoq tagiga bu yoqqa yuborishlari hammasi ko'rsatilgan bu yoqda. Va siz misol uchun главный menyuda ko'p isitmoqchi yoki ko'p sovutmoqchi bo'lsangiz, mana bunday qilib konditsionerni boshqarsangiz bo'ladi, tezligini. Jestlar orqali ham boshqarish mumkin. Yoki yana issiq sovuni ham o'zida shunday qilsanglar bo'ladi, issiq sovuq qilaman desanglar. Plus sidinyaniki alohida 4 ta sidinga. Полный обогрев. Rulida обогрев bor. Ikkita oldi обдув va funksiya massaj bor. Massaj yoqib bemalol dam olib ketsanglar bo'ladi. Bitta relaksga qo'yasizlar, ketdingizlar shu bilan. Dem bo'li bu avtomobilda haydovchi tomonidagi nima edi? Yo'lovchi tomonidagi sideniyasida atamanka bor. Oyoqni cho'zib olib, bemalol ko'rsatib bo'ladi. Massaj funksiyalari ham juda zo'r ishlaydi. Og'riqlaringizni ham oladi. Bemalol dam olib, baliq oviga ketgan paytlar, ayniqsa tog'larga ketgan paytlar ancha asqotadi. Uzoq yo'ldan shunday zo'r qiladi. Funksiyalari hozircha shu. Bundan tashqari menyuni o'tkazib qanday almasardi? Aboyni? Aboylari ham almasardi. Aboylarimiz soat bittaga qo'yganmiz, shunga almashmadi. Bir xil aboyga qo'yib qo'yganmiz. Xo'sh. Hozirgisi nima edi buni deyman, 3D aboy edi. Almashtirgan. Endi o'zgartirsangiz bo'ladi. Bemalol aboylarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Hurmatli do'stlar, video yoqdi degan umidamizda. Qo'ldan kelgancha Tigo 8 gibrid avtomobilini funksiyalarini, tablosidagi funksiyalarini ko'rsatishga harakat qildik. Xudo xolasa keyingi avtomobillarimiz qaysi avtomobillarni obzorini ko'rish xolasangiz,
kommentariyada albatta qoldiring. qoldiring. Agar shunaqa avtomobillarni xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, Cherry Ade Master Buxoro avtosaloniga kelib bemalol avtomobillarni xarid qilib ketishingiz mumkin. Qulay shartlarimiz Xudo xolasa sizlar uchun. Bemalol xohlash avtomobilni xarid qilishdan oldin test drive xizmatlarini ham bizada bepul. Kelaverasizlar. Manzilimiz Kogon Buxoro yo'li ustida Geofizika Emir degan restorani shunda to'g'risida yo'l ustida bo'ladi. Adashmasdan topib kelsalaringiz bo'ladi xohlasa. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.